o'zbek xalqi, Uyg'ur xalqi ota-onalarimizni hurmat qilamiz, juda ham yaxshi ko'ramiz, boshimizga qo'yamiz. Men o'zbek bilan Uyg'ur orasida hech qanaqa farq ko'rmadim. Bironta bir boshqacha xatti-harakat, na muomalada, na mehmondo'stlikda va umuman barcha tuyg'ularda, barcha insonga zarur bo'lgan xislatlar o'zbekda ham, Uyg'urda ham birdek ko'zimga tashlanib turdi. Umuman bu yoqqa kelib ham xuddi bir begona yurtda yurmagandek, xuddi o'zimni qarindoshlarim, og'a-inilarim orasida yurgandek his qildim. Rahmat. Shu jumladan bizni 1-2 yil oldin, adashmasam 2 yil oldin Mo'minjon do'stimiz shu yigitga internet orqali men qo'shiqlarimni yubordimda, Farg'onada bir qiz bor, qoshi qaro qunduz bor. Shuni uyg'urchaga o'girib bergin dedim, xuddi o'zini qaytarib jo'natib yubordi menga. Men dedi farq ko'rmayapman. Bir xil ekan, qayerini o'zgartirishni bilmadim. Dedi, qanday bo'lsa shunday yana o'zini jo'natib yubordi menga. Keyin demak qo'shiqlarimizni uyg'urchaga o'girishimiz shart emas ekan. Bu yerda juda ham yaxshi tushunishar ekan. Bizimda yaxshisi bir uyg'urcha qo'shiq ayta qolay. Shu xalq qo'shiqlaridan. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan. Bunda qo'limizdan kelganicha, endi xatolari juda ham ko'p. Ayibga buyurmaysizlar, xato sanamaysizlar. Keyin Xudo xolasa juda ham bir o'sha maromiga yetkazib ijro qilishga harakat qilamiz. Marhamat. Men melenge bağırmayım, vay dadey mahallenin yolu yaman. Men melenge bağırmayım, vay dadey mahallenin yolu yaman. Varmayman, görüşmeyin.